Assalomu alaykum, kanalimizning ashaddiy tomoshabinlari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan yana bir navbatdagi ajoyib bo'lgan uy loyihasi bilan tanishib chiqamiz. Navbatdagi bu loyihamiz bir qavatlik yosh oilalarga mo'ljallangan umumiy 5 xonadan iborat bo'lib, ixcham va kam xarajatli loyihalardan biridir. Video boshlashdan oldin shuni ta'kidlab o'tamanki, sizlarni Instagram kanalimda kutib qolaman. Sababi mana shu YouTube kanaliga joylashtirib borilayotgan loyihalarimizni Instagram kanalimizga real hayotda qurilish jarayonlari va qurilganligini joylab boryapmiz. Hammani Instagram kanalimda kutib qolaman. Endi loyihaga qaytadigan bo'lsak, mana shu loyihamizni umumiy razmerlar, fasad qismi, ko'cha tarafimiz 15 metr va uyimizni mana bu yon tarafi esa 18 metr. Mana shunda shu loyihadagi uyimizni umumiy egallab turgan yer maydoni 207 sotiq yer maydoniga mo'ljallangan. Loyihamizda asosiy yashash xonalari mana bu darvozaxonamiz chap qo'l chekkada joylashgan bo'lsa, yashash xonalari kirganimizda o'ng qo'l tarafga joylashtirib ketilgan. Darvozaxonamizni to'g'risida mana bu yerda bizda yozgi oshxonamiz va uni orqasida mana bu umumiy foydalansa bo'ladigan hojatxonamiz hisoblanadi. Agar kimnidir yeri mana bu yon tarafi 18 metrdan uzunroq bo'lsa, bu tarafga yozgi oshxonani mana bu yerdan eshik ochib, orqa hovliga o'tsa bo'ladigan eshik qo'yib ketsalar bo'laveradi. Endi loyihadagi uyimizni fundament razmerlariga to'xtalib o'tamiz. Loyihadagi uyimizni fundamentlarini umumiy ko'rinishi mana shunday holatda, bu yaxlit ko'rinishi, shu holatda fundament qo'yiladi. Dastavval podval bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, darvozaxonadan kirganimizda o'ng qo'l chekkadan mana bu joydan podvalga tushishligi mumkin bo'ladi. Mana bu zinalar orqali yurib, podvalimizda bitta eshik va bitta fortchkalari bor. Agar kimdir xohlasa mana bu ko'cha tarafga fortchka qo'yishligi ham mumkin bo'ladi. Podvalimiz bizda ko'rib turganingizdek bunaqangi ikkita xonaga ajratilgan. Bittasini katyol, bittasini ombor sifatida foydalansangiz ham bo'laveradi. Fundamentimizni razmerlariga to'xtaladigan bo'lsak, balandligi 60 sm va eniga 40 sm ni tashkil etadi. Mana shunda fundamentimiz uchun podvalni ham hisobga olganimizda 40 kuba beton quyish kerak bo'ladi. 40 kuba beton uchun esa standart holatda 12 tonna sement sarflanadi. Albatta buni mustahkamligi uchun ichiga 12 li armaturadan 4 qator qilib yotqizganingizda umumiy hisobda 12 li armaturadan 400 metr armatura sarflanadi. Endi loyihadagi uyimizni devor razmerlariga to'xtalib o'tamiz. Loyihadagi uyimizni devorlarini umumiy ko'rinishi mana shunday holatda, shu holatda devorlari ko'tariladi. Albatta mana bu chetlardagi kolonnalarda qo'yishlik tavsiya etiladi. Bu sizni plus tarafingizga yuradi. Bizda qavat balandligi ozgina balandroq 320 olingan. 290 devor uriladigan bo'lsa, mana bu yerda 30 sm sesma poyiz qo'yiladi. Mana shu 30 sm sesma poyizni ichida dimovodlarimizni ishlab olamiz. Bu juda ham chiroyli holatda chiqadi. Mana shu devorlarimizga umumiy ketadigan rasxodlarini aytib o'tadigan bo'lsam, mana bu zabor qismini hisobga olmagan holatda uyimizga umumiy 30 ming dona g'isht sarflanadi. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini ko'ramiz. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini mana shu kamera orqali yurib tanishtirib o'tadigan bo'lsak, dastavval ko'cha tarafdan boshlaymiz. Asosiy uyga kirish darvozaxonamiz mana bu chap qo'l chekkada joylashtirib ketilgan. Bu loyihamiz asosan qishloq sharoitiga moslangani uchun ko'cha taraf fasadimizni oddiyroq qilib ishladik. Endi uyimizga kirganimizda hovlimizni ko'rinishlari mana bunday holatda ko'rinadi. Juda ham chiroyli, ixcham holatda, juda ham xonalar joylashuvi ham chiroyli chiqqan. Bu bizda umumiy hovlimizda ko'rinish holatlari bo'ladi. Asosiy yashash xonalarimiz mana bu o'ng qo'l tarafda, yozgi oshxonamiz kirganimizda mana bu to'g'rida joylashtirib ketilgan. Buni yonida esa hojatxonamiz bor, umumiy foydalansa bo'ladigan. Endi bir boshidan boshlaydigan bo'lsak, mana bu kichkina ayvonchamizni mana bu zinalar orqali yurib ayvonchamizga chiqqanimizda bizda mana bu yerda ikkita eshigimiz bor. Bu eshik bizda ayollarimiz sevadigan oshxonaga olib kiradi. Mana bu eshik orqali kirilsa koridorga kiriladi. Ayollarimiz sevadigan oshxonadan boshlaydigan bo'lsak, derazalari ko'cha tarafga qaratib o'tilgan, juda ham ixcham va tinam holatda. Bemalol mana bu tarafga oshxona mebellarini ustanovka qilib, bu tarafda ovqatlanib o'tirsa bo'laveradi. Bu bizda oshxonamiz bo'ldi. Endi koridorimizga kiramiz. Koridorimizga esa mana bu eshik orqali kiradigan
bo'lsak, kirganimizda koridorimizni umumiy ko'rinishlari mana shunday holatda. Koridorimizni o'ng qo'l tarafidan boshlaymiz. Kirganda o'ng qo'ldagi mana bu eshik orqali kirsak, bu bizda kattalar yotoqxonasi. Juda ham keng, shinam holatda. O'zlariga tegishli mana bu chekkada yuvinish xonalarini qoldirib ketganmiz. Bu bizda kattalar yotoqxonasi. Endi bu xonadan ham koridorimizga qaytib chiqamiz. Tashqaridan kirib bilan to'g'riga yuradigan bo'lsak, mana bu yer bizda umumiy sanuzelimiz hisoblanadi. Bu yerdan asosan bolalar foydalanadi. Endi qolgan xonalarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mana bu tarafda ikkita xonamiz, bolalar yotoqxonasi. Bu xonamiz bir xil holatda joylashtirib ketilgan. Deylik, mana bu qizlar yotoqxonasi bo'ladigan bo'lsa, juda ham ixcham holatda, derazalari oldi hovli tarafga qaratib o'tilgan. Keyingi xonaga o'tadigan bo'lsak, bunda yurib koridor orqali yurib borganimizda mana bu chekkada yana bir bolalar yotoqxonasi joylashtirib ketilgan. Bu yotoqxonamiz ham qizlar yotoqxonasi bilan bir xil holatda, razmerlari ham, ko'rinishlari ham. Endi bu xonadan ham qaytib chiqadigan bo'lsak, mana bu chekkada joylashtirilgan eshik orqali ikkinchi ayvonimizga chiqishligi mumkin. Bu ayvonimiz ham mana bunday holatda joylashtirib ketilgan. Koridorimizga mana bu eshik orqali kirib, bu eshik orqali chiqishligi yoki aksincha eng chekkadagi mana bu xonamiz kattagina mehmonxonamiz hisoblanadi. Albatta mana bu taraflariga deraza qo'yishlik kerak bo'ladi. Bu xonamiz ham keng, shinam, kattagina holatda joylashtirib ketilgan. Bemalol 30 ta odam mehmon qilib yuzaversa bo'laveradi. Bu xonamizdan ham qaytib chiqadigan bo'lsak, hovlimizda umumiy ko'rinishlari juda ham chiroyli holatda. Undan keyingi mehmonxonamizda yonida umumiy hojatxona, bu yoq tarafida esa yozgi oshxonamiz. Oshxonamiz ham juda ham chiroyli, ixchamgina ishlangan. Mana azizlar, imkon qadar sodda va tushunarli tushuntirishga harakat qildim. Siz va yaqinlaringizga shunaqangi professional arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta bizga aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Va yana shuni eslatib o'tamanki, bizni Telegram va Instagram kanallarimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, biz xursand bo'lib qolamiz. O'zingiz uchun ham foydali ma'lumotlar olishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiboringlar uchun rahmat.